vaqtini behuda sarflaydigan bolalarga maslahat. Hozir menimcha motivator bo'lib ketaman. Shu vaqt behuda sarflayotganlarga endi men o'zim sohamdan kelib chiqib aytaman. Ya'ni Instagramda reels ko'rish. Hozir hamma prям vaqti men o'ylashim bo'yicha behuda sarflayotganda Instagramga ketib qolyapti. Masalan, hamma kirib ko'rsa, o'zimga ham shunaqa holat bo'ladi. Ko'pincha men o'zimni nazorat qilishga harakat qilaman ko'proq Instagramda, chunki ko'p vaqtim ketib qoladi meni ham. O'sha ketkizayotgan vaqtingizni, mayli Instagram ketyaptimi? Instagramda nimadir foydali narsaga sarflash kerak va o'shandan daromad topish kerak. Deylik, biron bir narsa o'rgansa bo'ladi Instagramdan, biron bir Instagramda produkt olib turib, masalan, Instagram orqali sotsa bo'ladi. Instagram yuritgan holatda. Fakt shu, baribir Instagramda o'sha vaqt o'tyaptimi? Hatto bir foydaliroq narsaga o'tish kerak. Baribir hozir men masalan, yo'q, men bundaqa deganim bilan hech kim masalan meni aytganligim uchun Instagramga kirmaydi yoki boshqa qilmaydi degan joy yo'q-da. Balkim bir kun, 2 kun qilishi mumkin. 3-chi kun baribir o'zini bilganini qiladi. O'shaning uchun maslahatim Instagramda, Telegramda, YouTube'da ko'p vaqtingiz ketyaptimi? O'sha platformada nimadir yengillik qilishga harakat qiling va o'sha platforma orqali daromad qilishga harakat qiling. Shunda sizning vaqtingiz bekorga ketmagan bo'ladi.